Ochilov, Labbay. bu soxta xodim bilan shaxsan o'zingiz shug'ullanasiz. Xo'p bo'ladi. Qonuniy chora ko'ringlar. Tanidim buni. 3 yil kamlik qilibdi-da, yana 4-5 yil qo'shib beramiz. Ikki qulog'ingga ham yaxshilab quyur. Haqiqiy xodimlar hech qachon o'z kasbini suiiste'mol qilmaydi. Ba'zi soxta xodimlar dastidan qolganlar ham yomon ko'rinishyapti. Hammasiga qonuniy javob berasan. Olib ketinglar buni. O'rtoq boshliq, guvohnomani soxtaligini qayerdan bildingiz? Hujjatingizni menga bering. Tushundim. O'rtoq boshliq, nima qilay? Ortimizdan qayda? Xo'p bo'ladi. Ketdik. Xo'p bo'ladi.